Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men doim o'zimizni obunachilarimizga, kuzatuvchilarimizga manfaatli voqealarni, manfaatli roliklarni taqdim etishda harakat qilib kelaman shu paytgacha. Azizlar, bugun juda ham bir e'tiborga molik, ya'ni Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Chorchinor mahallasida joylashgan Chorchinor ziyoratgohida turibmiz. Bu ziyoratgohning o'ziga xos bir qanaqangi bir xususiyatlari bor. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deyishadi. Mana oldimda mana shu ziyoratgohning mutaxassisi, mana shu ziyoratgoh bo'yicha bugun bizga ma'lumotlarni, qimmatli ma'lumotlarni berib o'tadigan mutaxassis Alijon akam yonimda turibdilar. Xudo xolasa, Alijon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Asir aka. Avvalambor xush kelibsiz. Salomatmisiz? Mana shu ziyoratgohni tashkil topishi haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu ziyoratgohimizni tarixi qarib 1200 yildan sal ziyodroqqa borib taqaladi. Sababi bu ziyoratgohimizni to'riga buloq joylashgan, agar bo'lib turamiz inshaalloh. Bu bulog'imiz atrofiga aholi yashagan. Ya'ni 1200 yil oldin otashparastlar, ya'ni olovga sig'inayotgan Zardushtli diniga e'tiqod qilayotgan insonlar yashagan. Bu ziyoratgohimizga ziyoratgoh bo'lishiga sababchi bo'lgan insonni qabrlari mana shu hozir ustiga maqbara qurilyapti. Bu kishini Chorchinorbo deydi. Asl ismlari Hoji Abu Tolib, millatlari arab bo'lgan. Bu kishi Arabistondan rivoyatga ko'ra Shohizinda bilan birga kelib Samarqandga, Shohizinda Samarqandga qolganlarda Hoji Abu Tolibni bizning Urgutimizga odamlarni o'sha boyagi aytganimiz Zardushtlilarni islom diniga da'vat qilish uchun yuborgan. Hoji Abu Tolib bizni Urgutimizga hukmdor, ya'ni qanaqadir insonlarga bosh bo'lib kelganlar. Hukmdor bo'lib kelgan bo'lsalar, bu kishi o'sha davrdagi hukumatdan g'aznasidan oylik olmagan, birov narsasini olmaganda mana shu chinorlarni yog'ochini asosan taroq yasab sotgan. Taroqsozlik kasbi bilan shug'ullangan. Shu sababli o'zlarining qo'llari bilan 4 tup chinor ekkan. Bizning xalqimizda tili tojik bo'lganligi tufayli Chorchinor degan nomi o'shandan qolgan. Chorchinor degan ma'no. Chorchinor degan nomi o'shandan qolgan. Qolgan chinorlar o'sha 4 tup chinor tomiridan ko'payib hozirgi vaqtga 70 tup, ya'ni 121 dona chinori bo'lgan. Ana. Keyinchalik Hoji Abu Tolib mana shu qabrlarning o'rniga kichkinagina masjid qurdirgan. Asosan yog'ochdan ishlov berilganligi tufayli uni cho'bi masjidi deb aytar ekan. Hoji Abu Tolib odamlarni islom diniga da'vat qilgan, ko'pchilik odamlar islom dinini qabul qilmagan. Keyin Hoji Abu Tolib o'zlari bilan birgalikda 10-15 ta islom dinini qabul qilgan odamlar bilan birga mana shu qabrlarning o'rnidagi masjid ichiga Qurbon hayiti namozini o'qib turgan vaqtlarga bu yon atrofga yashayotgan otashparastlar bosh ko'tarib masjid ichiga bostirib kirib Hoji Abu Tolibni urib o'ldirgan ekan. Bu kishi shahid bo'lgan. Hoji Abu Tolibni shahid bo'lgan o'rinlariga, ya'ni masjid ichiga dafn qilishganda, keyinchalik musulmonlar soni ko'paygandan keyin mana bu yuqoriroqdan boshqa masjid qurib o'zlariga ibodatgoh qurishgan. Hoji Abu Tolib vafotlaridan keyin oradan 6 asr o'tib Amir Temurning zamonlariga kelib, birinchi bo'lib Amir Temurning farmonlari bilan Shohizinda va Shohizinning safdoshlari qatoriga Hoji Abu Tolibdan qabrlari topilib, bu joylar birinchi obod bo'lib ziyoratgoh deb nom berilgan. Keling, mana shu qabrni yaqinroqdan bir ko'raylik. Mana shu qabrni, maqbarani. Endi bu hozir qurilish ketayotganligi tufayli ozgina qabrga shikast yetgan. Xudo xolasa bu maqbaramiz bitgandan keyin bu qabrdan inshaalloh chiroyli qilib qo'yamiz. Bu qabr Hoji Abu Tolib qabrlari o'sha oldingi eski masjidlarning o'rniga, ya'ni shahid bo'lgan o'rinlariga qo'ygan. Bu qabrni oldi tomondagi mana shu toshini 1919-yilga Afg'onistondan yozdirib olib kelgan ekan. Afg'onistondan kelayotgan vaqtda arvasi chapa bo'lib toshga sinib tushgan, lekin zarar yetmagan. Hoji Abu Tolib yana Amir Temur davrlaridan bu yoqqa o'tgandan keyin ancha asrlar o'tib 1914-yilga Shayx Muhiddin Xonashonbo degan odam boshchiligilariga xalqda hashar yo'li bilan ichkaridan katta masjid qurilgan. Masjid qurib bitkazilgandan so'ra masjidning ichki qismida 12 ta hujrasi bor. O'sha hujralarning ichiga uzoq yaqindan kelgan bolalarni yig'ib, madrasa qilib, bolalarni olib kirib, Qur'ondan, hadisdan darslar o'rgatishgan. Keyin 1919-yilga kelib bilamizki revolyutsiya bo'lgan. Revolyutsiya bo'lgan vaqtiga masjidimizni yopgan, o'qitgan, qo'ymagan. O'sha davrlarga mana shu chinorimizni ichki qismini, ayni mana shu chinor haqida hozir gapirmoqchi edim. Mana shu chinor hozir e'tiborimizni tortdi. Kelinglar, birgalikda ko'ramiz. Shu chinor haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu chinorimizni mana ma'lumotiga 1163 yoshlar, balandligi 35 metr, aylanasi 29 metr deb yozilgan. Juda ham qadimiy chinor. Bu chinorimizni o'sha 1919-yilga ya'ni ozgina o'qitishga ruxsat bermagan vaqtiga kelib turib 4-5 ta qorilar birlashib
mana shu chinorni bu tomondan teshib, kovlab, tuproqlarni tashqariga olib chiqarib, shu chinorni ichini madrasa qilib bolalarni olib kelib o'qitgan. Ya'ni birinchi eshigi mana shu. Mana shu joydan kirib chiqqan. Bu eshigini o'rniga to 1991-yilgacha u chinor bunisiga yopishganda, yana bitta qo'shimcha chinor bo'lganda, buni aylanma diametri to mana bu zinani boshigacha keng bo'lgan. Bu chinor 1991-yilga qulab ketgandan keyin mana eshikni o'rnini qo'porib olib ketgan, bu tomoni ochiq qolgan. Bu joyga tosh cherib tunuka qo'yib yopilganida 2012-yilga ziyoratchilar soni ko'paygandan keyin bu tomondagi kichkina eshikchasidan kirib chiqish noqulay bo'lib qoldi. Bu eshigimizni olib kelib bu yoqdan o'rnatamiz desak agar, qarasak bu eshikni o'rnatish uchun chinorni mana bu yoqdan kesishga to'g'ri keladi. Keyin chinorga zarar yetkazmaylik, asosan belbog' tutqichi mana shu. Buni kesmaylik, zarar yetkazmaylik degan maqsadga bu yoqdagi oldingi birinchi eshigini yopdik-da, tabiiy ochilgan joydan eshik o'rnatdik. Ichki qismi ma'lum miqdorga qisqargan bo'lsa ham, lekin hozirgi vaqtga mana shu ko'rpachasining ustiga zich o'tirsa 19 ta, 4 ta ustulchasi bilan jami 23 ta odam o'tirgan holatiga sig'adi. Demak, 23 ta odam mana shu joyda o'tirgan holatda sig'ar ekan. 1919-yildan уже to 1924-yilgacha 5 yil mobaynida o'qitgan bolalar. Bolalarni mana shu joyda o'qitilgan. Xuddi shu chinorni ichiga. Chinorni ichida. Bu agar chinorni ichiga mana hozir o'tirayotgan holatini hisobga oldik. Agar yarim insonlar tikka tursa yoki mana bu ham ko'rpacha solinsa o'tirsa agar, men o'zim misol uchun telefondan, YouTube'dan yoki boshqa kanallardan ko'rayotgan bo'lsalar agar, Buxorodan 40 kishi mehmon bo'lib kelganda 2 avtobus bilan olib keldim. Mana shu chinorni ichiga bu tomonga o'tirdilar, bu yoqqa ham ko'rpacha soldik, bu yoqqa ham o'tirdilar. Jami 41 kishi chinorni ichiga olib kelganman. Demak, e'tibor beryapsizlarmi? Jami 41 ta inson mana shu chinorni ichida siqqan, tikka turgan holatida. Bu chinorimizda mana ichki qismi 100% quruq bo'lganligi tufayli hech qanaqa fonar yoritgichlar yoki svet o'rnatishga ruxsat bermaydi. Chunki buni ichidagi mana quruq yog'ochlari 105 yillik quruq yog'och. 105 yil bo'lgan buni ichi ochilganiga. Bu yonib ketish xavfi borligi uchun ruxsat bermaydi. Mana ichkaridan, ya'ni tashqari tomondan aylanib kirgan terilari mana bular tirik hozir. Bu tashqaridan kirgan terisi. Kurtak ochishni boshlabdi o'zi. Baribir tirik jonda ko'ryapsizlarmi? Ana shunaqa. Mana bu kundani o'rtaga qo'yilishining sababi o'sha zamonlarga, ya'ni bu tomon ham yopiq bo'lgan. Hozir qarasangiz mana shuncha joy ochiq bo'lsa, baribir ichkari qorong'i. Bu tomon ham yopiq bo'lgan, eshikni o'rnini ham yopgan, ya'ni ko'rinmasin degan maqsadga. Mana shu yo'q, mana bu kundani ustiga bir dona shamni yoqib qo'yganda yoki shamchiroqni qo'ygan, o'shani yorug'i bilan o'qitgan. Bu parda sifatida foydalanmagan. Faqat yorug'lik berish uchun o'rtaga qo'yilgan, atrofiga baravar tegsin degan maqsadga. O'zbekistonimizda mana shunaqangi bir e'tiborga molik, mo'jizaviy mana shunaqangi bugungi kunda ahamiyatga molik mana shunaqangi bir ziyoratgohlarimiz bor. Kelinglar, kelib o'zinglarni ko'zinglar bilan ko'ringlar. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi deyishadi. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi mana shu Chorchinor mahallasida joylashgan Chorchinor ziyoratgohida mana shunaqangi bir qadimiy tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan mana shunaqangi bir ziyoratgohlarimiz bor. Marhamat, davom etamiz. Aljon aka, mana shu ziyoratgoh ichida ham mana shunaqa jome masjidini ko'rib turibmiz. Bu masjidimiz o'sha 1914-yilga Shayx Muhiddin Xonashonbo boshchiliklariga, ya'ni bosh bo'lib, xalqqa bosh bo'lib qurdirgan masjidlari. Bu masjidimiz asosan hamma joy g'ishtdan qurilgan. Mana bu tomoniga, ya'ni oldi tomoniga eski qurilgan masjidga ko'p ham yog'och ishlov berilmagan. Bu hammasi g'ishtdan. Tomlari ham hattoki g'ishtdan bino bo'lgan masjidimiz. Masjidimizning oldi tarafiga qarasangiz, bu aytganimiz 12 hujrasi bor dedik. 1, 2, 3 ta bu tomoniga, 3 ta bu tomoniga, oldi tomoniga 6 ta, orqa tomoniga ham jami shunday, o'sha 4 ta ustuni bo'lsa, har bir ustunisiga chiroyli qilib zinasini ham o'shanga moslashtirib qurilgan. Hozir kelsak inshaalloh ko'ramiz. 12 ta hujrasi bor. Demak, masjidimizning umumiy hisobda 12 ta hujrasi bor ekan. Masjidimizda o'sha zamonlariga, ya'ni masjidni qurilishini qurayotgan vaqtlariga asosan sement tanqis bo'lganligi tufayli buni g'ishtini turpog'ini olib kelib o'zlari quyib, o'zlari pishirib tergan. Buni g'ishtini zavodga nima qilmagan. Buni asosan g'ishtlarni o'zlari olib kelib quyib, yontoq degan tikonli o't bor, o'shani tomiri bilan olov qilib, maxsus qilingan. Olov qilib o'zlari pishirib tergan. O'sha paytlarga sement noyob bo'lganligi tufayli asosan ohak bilan qora qumni aralashtirib terganliklari uchun qarasangiz mana oq bo'lib ohak chiqib ko'rinib turibdi. Mana bu masjidimizning ichkari qismi qarasangiz narigi tomondan bu burchagi hamma tomoni bir xil qurilgan. Ya'ni bu tomondan ham eshigi bor, bu tomondan ham eshigi bor. Yana 4 burchagiga 4 ta hujrasi bor.
Ha, Bundan ki sizlarga aytgan hujramiz. hujralar. Marhamat, kelib bu yerdan ko'ramiz. Aytganimizdek, tomiga yog'och ishlov berilmagan, g'isht bilan yopilgan hammasi. Ha, g'isht bilan yopilgan ekan. Mana bu birinchi qavati, ya'ni pastdagi qismi. Hujralarning birinchi qavati. Svet yonmas ekanda buni. Mana o'sha 1914-yildan to 1919-yilgacha madrasa sifatida foydalangan vaqtda bolalar shu joyga tunab qolib o'qigan. Qarasangizlar, mana bu joylarga kitob qo'yayotgan o'rinlari, mana bu tomondan pech bo'lgan, yuqori tomonga ikkinchi va uchinchi qavatlariga borib istayotgan shu joydan turib Qishda istayotgan qishga sharoit qilgan. sharoit bo'lgan. Shunday. Tepalari ham mana g'ishtdan qilingan hammasi. G'ishtdan, hamma joyi g'ishtdan qismlari ham. qilingan. Ajoyib. Eshiklari ham o'sha qadimiy eshiklar. O'sha paytdagi eshiklar, o'sha paytda qilingan eshiklar. Qadimiy eshiklar. Bu yoqda nima uchun zina qilingan, Alijon aka? Hozir ikkinchi qavatga chiqamiz mana bu Bu tomondan. oldin Hozir bu yoqdan mana chiqilganmi? xuddi mana qarasangizlar, o'sha boya aytganimizdek bu bitta ustun. Ha. Ustunning ichiga ham hujra, Ha, ha. ham nima chiqayotgan zinasi ikkinchi, uchinchi qavatlari bor buni ustki qismiga. Mana hozir ikkinchi qavatda mana bu yoqdan chiqsa bo'ladi. Bundan ham ikkinchi, uchinchi qavatlari bor, faqat chiqish uchun Hozir foydalanilmaydi bu yoqdan. shunday. Ha, ha. Mana u burchakdagi mana birinchi qavat Ha, kirdik, mana bu joy o'sha bu joyda. burchakda. Mana bu ikkinchi qavatga chiqayotgan joy. Bismillah. Bering. Ketaman. Mana aziz kuzatuvchilar, sizlarga jonli bo'lsin deb mana shunaqangi hozir zinalardan chiqdik. Bu ikkinchi qavatdagi hujra. Bu mana bu ikkinchi qavatdagi hujra. Buni sal sig'imi pastdagidan ko'ra kichikroq, sababi shu zina aylanma holati chiqqan vaqtiga xalaqit bermasin degan maqsadda bu kichikroq qurilgan. Yuqoridagisi pastdagi bilan hajmi bir xil. Ha. Bu katta kichikligi. Bu yerda ham shu isitish uchun foydalanilgan. isitish uchun foydalanilgan joy mana shu. Hozir ham bu yoqqa chiqib namoz o'qiladimi? Yo'q. Hozir Bu shunchaki ham kelgan misol uchun ha, kimgadir ko'rsatmoqchi bo'lsak, tarixiy ahamiyatga ega bo'lganligi uchun. Ha, chiqqan vaqtimizga toza tursin degan maqsadga bu Albatta. gilamlar solingan. albatta. Yo'q qo'yiladi. Bu qabrlar mana shu masjidimizni qurilishiga boshchilik qilgan Shayx Muhiddin xon Eshonboning otalari Valixon Eshonbo, o'g'illari Eshona Shayx Qutbiddin xon Eshonbolarning qabrlari. Bular o'zlarining zamonlarining pirlari bo'lgan, ya'ni islom dini uchun ko'p xizmat qilgan. Bu Valixon Eshonboning avlodlaridan hozirgi vaqtga ham bizning Urgutimizda jome masjidlariga ko'plab imom, noibi imomlar bo'lib xizmat ko'rsatyaptilar. Bizda hani Urgutdagi Eshonbolar deydi. Shu Eshonbolarning eng kattasi shu Valixon Eshonbo. Qolganlari shu kichkina avlodlardan tarqalgan. Tushunarli. Mana shu buloq haqida juda ham ko'p eshitganmizda. Mana shu buloq haqida ham bir ma'lumot berib o'ting. Bu bulog'imiz suvi ko'rib turganlaringizda mana hozir qaynab chiqyapti. Bu yerda ostidan qaynab chiqadi. Bu yerda ostidan qaynab chiqadi. Bizda aholimizda ziyoratgohdan pastki qismini ichimlik suvi bilan ta'minlaydigan bulog'imiz. Kelgan ziyoratchilar ham aynan shu buloqning suvidan uylariga sovg'a sifatida olib borishadi biz ziyoratgohimizdan. Sababi bu buloq yerdan qaynab chiqayotgan vaqtiga toshdan toshga urilib tushib chiqadi. Artezan yo'q quduqlarning suvidan harorati bilan ham, ta'mi bilan ham o'ziga farq qiladi. Sababi suvi juda shirin va muzdek. Hozir ichib ko'rsangiz muzdek. Qish kuniga kelsangiz ichidan bug' chiqib turadi. Harorati o'sha misol uchun 10 gradus bo'lsa, o'sha 10 gradus holatiga turganligi uchun tashqari minus bo'lsa agar bu suvdan bug' chiqib turadi. Mana. Bu suvdan bizda o'sha qari kampir boboylarimiz aytadilarki, bu suvdan ichgan odam kasal bo'lmaydi deb aytadilar. Ichib ko'rishingiz mumkin, marhamat. Ko'rishgan odam suvdan ichib o'zingiz baho berasiz. Albatta. Qani hozir mana Alijon akamizni buloq haqidagi ta'riflarini birgalikda eshitdik. Qanchalik darajada sifati bo'yicha ham, harorati bo'yicha ham hozir ko'ramiz. Bismillah.
birinchi qultumini o'zidayoq tanani bijirlatib yubordi. Juda ham muzdek, haqiqatdan ham. Yozda muzdek bo'ladi, juda ham ta'mi ham shirin. Ajoyib buloq. Shifobaxsh buloq ekan. Chorchinor ziyoratgohiga kelsanglar, albatta mana shu buloqdan suvidan ichinglar. Men maslahat beraman, tavsiya qilaman. Chunki men o'zim ham hozir mana ichib ko'rdim, juda ham bir ajoyib shifobaxsh buloqligini, ajoyib bir xususiyatga egaligini hozir bildim. Bir pasda qoldirdi chanqog'im. Alijon aka, Chorchinor ziyoratgohi to'g'risidagi qimmatli ma'lumotlarni biz bilan bo'lishganingiz uchun sizga rahmat, tashakkurimizni bildiramiz. Albatta yuqorida ham bejizga aytmadik, 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'ringlar. Haqiqatdan ham mana shunaqangi bir havosini o'zi odamni bahri dilini ochadi, charchog'i oladigan havosini o'zi. Birorta ham men bir qanaqadir bir issiqlik yoki bo'lmasa bir qanaqadir dim holatli hodisalarni ko'rmadim, haroratni ko'rmadim haqiqatdan. Juda ham bir salqin. Yozni bugun ayni paytda yoz O'zbekistonda yoz eng maksimal darajada chiqqan paytida biz mana shunaqangi bir salqin go'shada yuribmiz. Buni ham o'ziga xos bir xususiyati bor. Kelinglar, ko'ringlar mana shunaqangi bir ajoyib buloqlari. Qolaversa mana shu chinorlar to'g'risida, masjid to'g'risida bir ajoyib bir qimmatli ma'lumotlarni birgalikda berdik. Eshitish yaxshi, lekin kelib ko'rsanglar, ziyorat qilsanglar bir dam olgandek bo'lasizlar. Ham ziyorat, ham sayohat degandek. Mana shu Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Chorchinor mahallasida joylashgan ushbu ziyoratgohga, Chorchinor ziyoratgohiga kelinglar va kelsanglar albatta Alijon akam o'zlari bo'ladilar. Chiroyli ma'lumotlarni, bundanda kengroq ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishadilar degan niyatdamiz. Alijon aka, sizga tashakkur, yana bir bor rahmat aytamiz. Umringiz sog' bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Mana shunaqangi kelgan fuqarolarimizga, xalqimizga kelib, mana shu ziyoratgohga kelib aylanib ketgan insonlarga mana shunaqangi chiroyli ma'lumotlarni berishdan hech qachon charchamang. Xudo xolasa diyorimiz, jannat makon o'lkamiz uncha-muncha davlatlardan qolishmaydi. Faqat siz bilan biz hali bormagan joylarimiz ko'p, ko'rmagan joylarimiz ko'p. Bundan ko'ra chiqinglar, ko'ringlar. Mana shunaqangi o'lkamizda, diyorimizda mana shunaqangi muhim tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joylarimiz, ziyoratgohlarimiz juda ham ko'p to'lib yotibdi. Faqat sizlardan ixlos qilib mana shunaqangi chiqib, hafsala qilib chiqib, aylanib, oilaviy do'stlar bilan, qarindosh urug'lar bilan aylanib ketsanglar, men o'ylayman, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Hali bundanda qiziqarli voqealarimiz Xudo xolasa sizga ulashishda davom etamiz va Samarqand viloyati Urgut tumani Chorchinor ziyoratgohidan hammaga alangalik salom, sog' bo'ling.